Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdığa Rozi Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslah 2024 yıl 6. ayının 13. gün haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esas tünügün silahı şundak dedik ki leksiya ve muhakemenin ahırda hazır Rusya-Cungu münasebeti meselesi halkara cemiyeti gün tertip geldi. Şundak degen edik, ondan keyin andın Tayvan'ın halkılık peytle tor film yani video film işleş kanalıda görüştüp hazır Rusya zimini işledi ki Ukrayna vuruşuğa Rusya armiyasıga kumandallık kılış binaları bombardıman kılındı, tüp-tüz kılıp etildi. Bugünkü haberde hem yani şundak onun bir kısmı 6 qavatlik bina hazır 4 qavatlik bina aylanıp kaldı deb bugün geldi. Andın bugünkü haber anı sözleyip da vatandaş. Neme deydi desiniz? Bugünkü haberde hazır Rusya'ga Ukrayna'nın atakımız hem harp dünyası bagan harbiy qural yaratgan ishidagi raketa qurali ekan bilan Rusiyaning ichki qismi bombalandi. Bombalangan yerning qoplanish doirasi agar Tayvan o'lka deyilsa 80 Tayvanga barobar zamin Rusiya ichida bombalandi. Biroq prezident Vladimir Putin hech qanday iqtidor bilan buning qarshilik bildirolmadi. Anda yana bir haberde tünügün keşte Krimiye TBC o deme. Krimiye bombalandı. Karadeniz pilotu bir pay ok etip ya raketa etip karşılık bildirmedi. Bugün ende Global Fox Global News bu torbetede değildi ki nöbet Rusya'nın 3 yürüyüş radar sistemisi yaki hava müdafiası din müdafiyen hava müdafiye liniyası sistemisi kerekten çıktı. 3 yürüyüş kerekten çıktı. Karşılık görüştüş iktidardan ayrıldı. Demek bugün Ukrayna armiyası Rusya zemini karşı derecede 80 barabarda Tayvan 80 barabarda Tayvan ülkesiga teng keladigan Rusiyaning ichki qismidagi zaminlar bombardiman qilindi raketa bilan. Lekin buni anglayapmiz hozir. Anladım yerimigacha oxirida chiqamdi qanda bilmadim. O'lim, yetim to'g'risida gap yo'q. Yardarlar gapida yoki vaqt tekkan qazo qilganlar tepida yoki buning iqtisodiy ziynat to'g'risida yana boshqa ziyonlar to'g'risida gap yo'q. Umumizlik prinsiplik aytganda Ukrayna armiyasi Rusiyaning ichki qismini ana shunday bombardiman qildi deb bugungi xabar yetib keldi vatandosh. Endilikcha sizlarga so'zlaydigan xabarimiz shuningga munosabatli qildi vatandoshim. Bu qatam Italiyada 13. kuni bugundan boshlab 15. kunigacha ochiladigan 2 kunlik 7 devlet guruhi yig'ini sanoatlashgan g'arblik 7 devlet guruhi yuqori darajaliklar yig'inida qanday masalalar qaraladi? Buni sizga material sifatida topshiraylik vatandosh. Italiyada ochiladigan 7 devlet guruhi yuqori darajaliklar yig'inida bilib olishga tegishli bir necha ish. Mavzuli xabar 6. ayning 13. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundak başlandı. Washington 7 devlet guruhi yuqori darajaliklar yig'ini haftaning 4. kuni Perşembe 6. ayning 13. kunidan boshlab 6. ayning 15. kunigacha Italiyada o'tkaziladi. Yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida 7 devlet rahbarlari merkezlik holda Rusya Ukrayna urushi, Junguning eşindi mahsulotlari masalasi, O'rta Sharq vaziyati, sun'iy iqtidorli butun yer shari xiris e'lon qilish, sun'iy iqtidorning butun yer shari xiris e'lon qilishi qatorliq masalalarni muhokama qilib, hamda Rossiyani
yeniden imborga qilishni jakarlaydi. Shundaqli yetti davlat guruhi o'rtaq front tashkillab, Jungoning adolatsiz savdo harakatlarga taqobil turdi. Ko'rib o'tdingiz, bu tarafı Rossiya imborga qilish masalasi. Bu tarafı Ukraina xalqaro qo'llash masalasi. Bu tarafı Jungo imborga qilish masalasi va Jungoning eşinde mahsulotlarni qandaq bir taraf qilish masalasi. Demek, muşa ko'rasiz, muşa abzasdan ko'rib oldingizki vatandaş İtalya'da açıldıgan yetti devlet guruhi yığınının muhakeme temisi mavzusu Rossiya, Jungo münasebeti. Muşunun içinde andın Ukrayna'ya umumizlik yardım beriş. Bütün Garip dünyası yani başka devletler koşulup Ukrayna'ya yardım beriş. Jungo'nun bankalarına agahlandırış verip Rossiyaga yardım berganligi için embargodan kaçıp kutulalmaysan deydi o yetti devlet guruhi. Yani bu küçük mavzu. Rusya Jungo'nun bankaları, banka münasebeti dairesi yaki halkara, yaki Rusya Jungo iki taraf, iki devlet oturusida. Banka münasebetleri oruntup Rusya'nın Ukrayna'ga tecavüz kılış uğraşını Jungo qo'lladı. Biz seni emdi embargo qilamiz. Embargo qilinishdan kaçıp kutulalmaysan Jungo deydi. Küçük mavzu. Ukrayna'nın tecavüzü Rossiyaga karşılık ko'rsatishni qo'llash yetti devlet guruhi yuqoridagidek yig'inning diqqat qo'zg'aydigan qiziq nuqtasidir. Rossiya va Ukraina urushi yetti devlet guruhi diqqat qiladigan va Ukrainani qo'llaydigan bu nuqta yetti devlet guruhi ve bugün bütün dünya diqqat qilayotgan qiziq nuqtadir. Yetti devlet guruhi rahbarlari tadbirlarni muhokama qilib, Jungoning Rossiyaning harbiy harakatini qo'llashni to'xtatishga yetakchilik qiladi. Demak, bu Ukrainada urush bo'lyapti. Rossiya urush qilyapti, tajovuz qilyapti. Bu navbatda endi Jungo siz bunga yordam berdingiz. Biz sizga haydakchilik qilamiz. Biz sizni yirik bo'lganda rag'batlantiramiz. Eğer bo'lganda ogohlantirish beramiz. To'xtating. Rossiyaga beriladigan yordamni to'xtating. Jungo. Deydi Jungo haydakchilik qiladi. Bloomberg agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Muxbir yetti davlat guruhining bayonot loyihasida mundaq ko'rsatganligini xabar qildi. Jungoning dil hozir Rossiya devlet müdafaa sanat asasıga beriyotgan yordamlari eg'ir va keng ko'lamlik bexatarlikka ta'sir ko'rsatdi. Demak, hozir Rossiyada davlat mudofaa sanoatiga, butkul sanoat sistemasiga Jungo yordam beryapti. Bu yordam hozir butun dunyoning va Ukrainaning, Yevropaning bexatarlik sistemasiga, bexatarlik holatiga ta'sir ko'rsatdi. Gördünüz mü? Rossiya Yevropada urush qilyapti, yani Ukrainada urush qilyapti. Jungo Osiyodagi davlat Rossiyaga yordam beryapti. Rossiyaga berayotgan yordam hozir Yevropaning butkul dunyoning bexatarligiga ta'sir ko'rsatdi. Demek bugün Ukraina urush masalasida Rossiya tajovuzchi bu davlatning o'rni qayerda bo'lsa, bugün Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish masalasida Rossiyaga yordam berayotgan Jungoning o'rni shu yerda. Hozir xalqaro jamiyat, ya'ni uning oldida boshlab yetti davlat guruhi dal mushu masalaga diqqat qilyapti. Yetti devlet guruhi rahbarlari, yani Beijingga Rossiyaning Ukrainadagi askar chekindirilishi, xizmat ishlashiga yetakchilik qiladi va adil tinchlikni ilgari surishga yetakchilik qiladi. Rossiya urushdan chekinish kerak, askar chekindirish kerak. Ukrainada tinchlik musofasini ishga oshirishimiz lozim. Marhamat Jungo efendi, siz bu to'g'rida Rossiyaga xizmat ishlaysiz. Rossiyaning Ukrainadan askar chekindirishga xizmat ishlaysiz. Mana shundaq navbat. Bugun Ukrainada bu bo'layotgan bo'lsa, kelgusida xuddi shu Rossiya Jungoga xizmat ishlab Uyg'uristondan askar chekindirish. Chunki biz deydi 1949-yil bir yil Stalin
özünün hərbi qatnaş vasitələrini işqə salıb, Xitayının atalmış azadlıq armiyası Uyğuristan'a elib kirdi dedik. Bugün Rusya ve Ukrayna'ya təcavüz qılıb kirdiyinin yardım berib atqan Cungo Rusiyaga xizmat işlep, urushda to'xtatish, askar chekindirish. Ehtimal Xudo urullashtirdi. Atsa Rossiya Cungo xizmat ishlab, biz elib kirgan edik, sening armiyangni Uyg'uristonga bugun sen onu chekindirishdan deyishimi? Tabiiy holda shundaq bir liniya, bir siziqda bir kuni bo'lmasa bir kuni keladi vatandosh. Vaziyatga qarab turam. Bilimbar agentligi mundaq ko'rsatdi. 7 davlat rahbarlari yig'inida birdek fikir hosil qilguvchi bayonotning mazmunidan o'zgarish bo'lishi mumkin. Yuqorqi bayonotning mazmunidan o'zgarish bo'lishi mumkin. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsat. 7 davlat yuqori darajliklar yig'ini Jungoning banklarga Rossiyaga yordam berib, embargodan qutulib qolaman dema deb ogohlantirish berdi. Ogohlantirish qog'oz yuzida bo'ladi. Yig'in mezgilida hozir embargo qilish masalasi qarab chiqolmaydi. Masalan, SWIFT xalqaro hisobot bo'g'ish sistemasini ishlatishni cheklash. Jungoning mushu sistemini ishlatishni cheklash va bu sistemining dollardan foydalanish yo'llarini aytib o'tishni o'z ichiga oldi. Ana vatandaş embargoning ta'siri Jungoning banklari, maliya pul organlariga, pul ma'mul organlariga yetib keldi hozir. Xalqaro sistemidan foydalanish, Jungoni cheklash yoki dollarla yevro bilan uni buni almashtirishni cheklash. Bu yo'lni itib o'tish. Demak, besim, xalqaro besim, sen Rossiyaga yordam berganliging uchun Jungo sana mana mushu tariqada yetib keladi. Reuters bu yil 4-oyda xabar qilib munda ko'rsatgan edi. Embargodan ansirab Jungo Rossiya bilan savdo qilayotgan muhim bank munosabatlarini cheklagan. Jungoning muhim banklarini embargo qilish balki yer shari iqtisodiga va Amerika Jungo munosabatiga nayt zo'r zanjirsimon inkas elib kelishi mumkin. Demek bir yerden bo'ldi Jungolar yer sharini o'tirishadi munosabatlariga. Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'tirishadi munosabatlariga va boshqa siyosat munosabatlariga bu shundaq adablash yoki shundaq embargo qilish zo'r ta'sir elib kelishi mumkindir. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq yordamchi davlat shakatibi Daniel Fred munda ko'rsatdi. Xatar shu yerdiki, Amerika ve Avrupa İttifaqı Ukrayna'nı qo'llashda mag'lub bo'lsa, yetib keladigan ushar shundaq bo'ladiki, G'arb dunyosi o'zi belgilagan siyosatga o'zi jiddiy muomala qilmagan bo'ladi. Bu yerda Daniel yordamchi sobiq davlat ishlar katibi Daniel Fredning ko'zi tutayotgani siyosatni belgiladan ijro qil. Agar buni ciddi muomala qilmasang, o vaqtda natija kam bo'ladi demoqchi bo'lyapti vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa Ittifoqi o'xshash front qurib, Jungoning eşindi mas'ulotlariga taqobil turdi. Tunugin eşindi mas'ulot degan bu savdo sistemasida sen to'kma qilib sotdim, men chap qilib sotdim. Sen bozor koy, sen pulvozlik qilding deydigan shu oddiy ayblashlardan endi olqib chiqib, bugun Yevropa Ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni Yevropa Ittifoqi butunligida ittifoqlashib, birlashib bir front tashkillaydi. Bu frontning o'zi ikki Yevropa, Amerika, ikki davlat birlikda Jungoning eşindi mas'ulotlarini qanday bir taraf qilishdan iborat meseleге qanday taqobil turish masalasi bo'yicha bir shakllangan bir frontning o'ttirg'i chiqishi hozir navbatda endi boshlandi deydi.